Chiqishingiz davomida siz bir qiziq gapni aytdingiz. Go'yoki meni oppoq soqollarimni kimdir kelib qartishlab olib ketishi mumkin emish. U kim? Qanaqa odam? Siz bu gapingiz bilan menga po'pisa qilmoqchi bo'lyapsizmi yoki qo'rqitmoqchi bo'lyapsizmi? Men 70 yoshdan oshgan odamman. Shu yoshgacha kelib, shuncha umr ko'rib, biror kishidan qo'rqmaganman, birovni haqini yemaganman, haq yo'lda yashaganman. U qanaqangi martakanu meni ro'baramga kelib, meni soqollarimni qirtishlashga haddi sig'ar ekan. Bir kelib ko'rsin, o'sha shovvozni ko'ray. Assalomu alaykum, hurmatli ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari. Men bugun o'zimni jonli ravishda efir qilishlikni lozim topdim. Chunki oldingi audio chiqishimda ko'rgan ko'pgina kuzatuvchilar otaxonni rasmini qo'yib, uni orqasidan matnni boshqa kishi o'qib bergan degan iddaolarda qilishibdi. Shu sababli bugun sizlar bilan jonli muloqot qilishlikni lozim topdim. Hurmatli kuzatuvchilar, men chiqishimning boshida Abrorjondan uzr so'rab qo'ymoqchiman. Chunki men oldingi safarga chiqishimda u kishiga domla deb murojaat qilgan edim. Keyin kuzatib chiqishlariga e'tibor qilib qarasam, u kishi o'zini men bloger, jurnalistman, domla emasman deb aytib o'tgan ekan. Afsus. Hurmatli bloger, men sizga oldingi chiqishimda o'g'lim Sherali Komilovni qachon, qay holatda, kimlar guvohligida oq qilganligimni isbotini so'ragan edim. Lekin siz boshqa mavzularga o'tib ketibsiz. Kechagi chiqishingizda oldingi tuhmatingizni ustiga yana qo'shimcha qilib 3 ta tuhmatni o'z bo'yningizga oldingiz. O'g'lim haqida gapira turib, u nogiron ayollarning pullarini turli xil aldov yo'llari bilan o'zlashtirganligini iddao qilgansiz. O'sha ayollar kimlar? Ismi, familiyasi, shaxsi, qachon, qayerda, qancha mablag'ni o'g'lim o'zlashtirgan. Mana shu iddaongizni isbotini qilib, stol ustiga qo'yib, barcha ayblarni isbotlab bersangiz, sizni keragingiz yo'q. Meni o'zim shu masala yuzasidan o'g'limni ichki ishlarga ariza yozib, jinoiy javobgarlikka torttiraman. Bu ish nihoyasiga yetgungacha tinmayman, to'xtamayman. Bu bir. Bundan tashqari, siz chiqishlaringizda iddao qilisizcha, o'g'lim o'zining advokatini juda katta mablag'ini o'zlashtirib ketganlikda ayblayapsiz. U advokatning ismi, familiyasi, qachon, qayerda, qancha so'mga mablag'ini yegan. Bu ikki. Siz yana bir ajib ma'lumotni elga taqdim etdingiz. Go'yoki meni bir o'g'limni it yeb ketgan ekan. Bu qayerda, qachon, qay holatda sodir bo'lgan? Vaholanki meni bittagina xotinim, 4 tagina qizim, 2 tagina o'g'lim bor. Qizlarim turmushga chiqqan, o'g'illarim uylangan, qizlarim baxtli, taxtli oilalarda yaxshi yashab kelishmoqda. Farzandlarim, o'g'il farzandlarim bag'rimda tinch omon yashamoqda. 20 ga yaqin nevaram bor. Siz bu it yegan o'g'ilni qayerdan topdingiz? Kim buni xabarini berdi? Bu voqea qachon bo'lgan? U o'g'ilning shaxsi, ismi, familiyasi kim? Mana buni ham isbotini qilib berasiz. Bu 3. Siz ushbu chiqishlaringiz davomida 3 ta tuhmatni qildingiz. O'g'limni oq qilganligimni isboti bo'lmadi. Bu bir. Ikkinchidan, ojiza, nogiron ayollarning pulini yeb ketganligini isbotini qilib berasiz. Bu 2. Uchinchidan, qaysi advokatni qancha mablag'ini uni ham isbotini qilib, ismi, familiyalari bilan yuzlashtirasiz. 4-dan, qaysi o'g'limni
it g'ajib yeb ketganligini ham isbotini qilasiz. O'rtoq bloger, sizga bu media maydon og'ziga nima kelsa gapirish huquqini beradigan joy emas. Har bir aytgan gapingiz uchun javob berishingizga ham to'g'ri keladi. Aytilgan gap, otilgan o'q. Endi mana shu 4 ta tuhmatingiz yuzasidan tegishli joylarda javob berishingizga to'g'ri keladi va buni isbotini sizdan talab qilaman. Endi siz bilan bog'liq vajlarga kelsak, siz o'g'lingizni ushbu holatiga javob bera olasizmi degan menga savol qo'ygansiz. Avvalo, o'g'lim yosh bola bo'lsa edi, balog'atga yetmagan bo'lsa edi, uning uchun men javobgar bo'lar edim, uni tarbiyasiga mas'ul bo'lar edim. Lekin hozir siz bilan bahs munozaraga kirishgan o'g'lim Sherali Komilov 47 yoshda. U ruhan sog'lom, jismonan baquvvat, o'z so'ziga, o'z aytgan gapiga javob beradigan holatda. Siz bu holat bo'yicha o'g'lim bilan hisob-kitob qilishingiz mumkin. Tegishli idoralarga ustidan shikoyat qilishingizga haqqingiz bor. Men bu masalada sizga javob bermayman. Undan hozir siz keltirayotgan ushbu vajlaringiz bo'yicha surishtirib olish imkoniyatingiz bor edi. Chunki tergov davomida siz o'g'limni ustidan shikoyat xati yozgansiz. O'g'lim o'sha paytda va uning advokati siz bilan uchrashishni, yuzma-yuz bo'lishlikni talab qilgan. Lekin siz bundan bosh tortgansiz. Bundan tashqari sizda ikkinchi imkoniyat ham bor edi. Sud davomida siz sudga qatnashib, o'g'limni ustidan shikoyat qilishga hamda uni sizga nisbatan qilgan ayblovlarini isbotlashga haqqingiz bor edi. Lekin siz sudda bor yo'g'i 3 minut qatnashib, undan keyingi sudlarga kelmaslikka va qatnashmaslikka tilxat yozib berib chiqib ketgansiz. Nega o'sha paytda da'volaringizni qanoatlantirmagansiz? O'rtoq bloger, sizni yana bir xursand qilib qo'yay. Yaqinda 1-2 oy ichida taftish sudi bo'lib o'tadi. O'sha taftish sudida o'g'lim Komilov Sherali barcha ayblagan insonlarni yig'ib, yuzma-yuz bo'lib, mana shu masalalarni hal qilib olishga harakat qiladi. Shu jumladan siz ham mana shu joyga kelib, qatnashib, o'zingizni da'volaringizni qonuniy asosda talab qilib olish huquqiga egasiz. Gap sizni ushbu taftish sudida kelishingizga. Chunki Komilov Sherali ushbu taftish sudida uning ustidan yozgan barcha shikoyatchilarni to'plab, kelmaganlarni majburiy ravishda olib keldirib, ularga beradigan savollari va talablari bor. Sizlar oldin unga savol berdingiz, u savollaringizga javob qaytardi, talablaringizni bajardi va o'zini oqlab chiqib ketdi. Chiqishingiz davomida siz bir qiziq gapni aytdingiz. Go'yoki meni oppoq soqollarimni kimdir kelib qartishlab olib ketishi mumkin emish. U kim? Qanaqa odam? Siz bu gapingiz bilan menga po'pisa qilmoqchi bo'layapsizmi yoki qo'rqitmoqchi bo'layapsizmi? Men 70 yoshdan oshgan odamman. Shu yoshgacha kelib, shuncha umr ko'rib, biror kishidan qo'rqmaganman, birovning haqini yemaganman. Haq yo'lda yashaganman. U qanaqangi mard ekanu, meni ro'baramga kelib, meni soqollarimni qirtishlashga haddi sig'ar ekan. Bir kelib ko'rsin, o'sha shovvozni ko'ray. Endi men o'tgan safarga chiqishimda sizga 2 ta shart qo'ygan edim. Birinchisi uzr so'rash, yo bo'lmasa isbot talabi. Siz na unisini, na bunisini qilmadingiz. Bizlar
Komilovlar sulolasi shunday kishilarimizki, o'z maqsadimizga yetmagunimizcha tinib tinchimaymiz. Mana shulardan bittasini o'g'lim Komilov Sheralini ko'rib turibsiz. Biz to'xtamaymiz. Men sizga agar uzr so'ramasangiz yo bo'lmasa shu gaplaringizni isbotini qilib bermasangiz, tegishli idoralarga ustingizdan shikoyat qo'zg'atishni aytgan edim. Men hozirgi kunda sizni ustingizdan prokuraturaga ariza yozib, shikoyat qilib, o'zimni fikrlarimni juda ko'p materiallar bilan asoslagan holda jo'natdim. Siz bitta tuhmatni o'rniga yana 3 ta tuhmat bilan o'zingizni vaziyatingizni yanada og'irlashtirdingiz. Siz kechagi chiqishingizda men Jakuy deganman. Sherali Komilov demaganman. Siz Jakuyni dadasimisiz yoki tezakmisiz degan so'z o'yinlarini qilgansiz. Men siz bilan so'z o'yinlarini o'ynaydigan yoshda emasman. Siz xohlagan kishingiz bilan so'z o'yini o'ynashingiz mumkin. Xohlasangiz o'g'lim Sherali Komilov bilan xohlaganingizcha o'ynang. Charchog'ingiz bosilguncha o'ynang. Lekin men bilan o'ynamang. Men siz bilan oddiygina o'g'lim tengi bolam bilan so'z o'yini qilishdan yiroqman. Chunki men bu narsalardan yuqori turaman. Men sizni eshitdim. Siz meni eshitdingiz. Boshqa siz bilan bu mavzuda gaplashadigan gapimiz qolmadi. Bu mening shu masala yuzasidan so'nggi chiqishim. Qolgan gap so'zlarni tegishli idorada, tegishli mahkamada gaplashamiz. Xohlang so'z o'yini qiling, xohlang boshqa isboti dalillaringizni keltiring. Men mana shu erkak bir inson sifatida mana shuni yana bir ta'kidlayman. Siz qaytib bu temada meni bezovta qilmang. Men sizni tengingiz yoki tengdoshingiz, hamyoshingiz emasman. Meni yoshim siznikidan ulug'. Men bunaqangi oldi qochdi so'z o'yinlaridan yiroq turadigan odamman. Men o'zimni bu narsalardan yuqori qo'yaman. Hurmatli ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, agar qimmatli vaqtlaringizni olgan bo'lsam, sizlardan uzr so'rayman. Chunki mana shu yoshimda mana shunaqangi ijtimoiy tarmoqlarga chiqib, mana shu masalalarni ko'tarishimga meni majbur qilishdi. Men bunaqangi tarmoqlarga chiqib, odamlarning vaqtini olib, o'zimni ham vaqtimni zoya ketkazishni xohlamayman. Sizlarga tinchlik, omonlik, ro'zg'orlaringizga qut baraka va fayz tilayman. Qolgan masalalarni endi prokuratura idorasida qonuniy yo'lda hal qilamiz. Salomat bo'lasizlar.